Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Andijon Akfa kuzatuvchilari, salomatmisizlar? Navbatdagi ishlarimizni o'rnatib bitirib berdik. Bu joyimizga Akfa alyumin dubmokko svetida oynalarni yo'q-yo'q qilib, eshik rom, veranda qo'yib berganmiz, ko'rishingiz mumkin. Bu yerimiz joyi manzili Izboskan tumani Qorayantoq qishlog'iga olib kelib o'rnatib bitirib berdik. Verandalarimiz uzunligi 10 metr, bo'ylari 3 metr bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Eshiklarimiz bo'lgan bu joyda mana 1.40 2.65 qilib balkon profildan qilib berganmiz. Bu joyimizni 1 kvadrat metrini 650 ming so'mdan olib kelib qo'yib bitirib berdik. Общий summasi 28 million 300 ming so'm bo'lgan. 28 million 300 ming so'mga 10 metr veranda, 4 ta rom, 2 ta eshik bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bu joyimizda mana tepalariga fortishga qo'yib rom qo'yib berganmiz. Bu tarafda mana ikki ko'zli qilib ichidan rom ochib berdik. Bir qavat yo'duviy oyna bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Bokovoylarini ham mana sele qilib 125 ga 3 metr qilib kalyonli birli oyna qo'yib berganmiz. Ikki chekkadan ochilish qilib berdik. Ichkarni havosini aylantirgani ko'rishingiz mumkin. Uyimiz ham juda bir chiroyli holatda bitib yashaydigan holatga kelyapti. Xudo xolasa uyda egalar o'zlari plan qilishib, chizib chiroyli holatda qilishgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tarafimizda ham 1.40 265 santimetrli eshigimiz bor. Dubmokko svet alikefonlarni ham ko'rsanglar bo'ladi. Biriga bir holatda qilib profili bilan. Ruchkalarimiz ham original ruchkalar bo'lgan. Eng muhimi Akfa brenddan foydalanilgan, hurmatli kuzatuvchilar. Arzon profillar ishlanmagan. Ichki holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Osha-moshalarini to'rttadan qo'yib bitirib berdik. Patagonniy bo'lgan. Ko'rsanglar bo'ladi. Birga bir svetda qirali patagonnilari bilan qo'yib berdik. Hurmatli kuzatuvchilar, kimga shunaqa eshik rom, veranda xizmatlari kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqinglar. Razmerlari bo'lsa hisob-kitoblarni qilib, xudo xolasa kelishilgan holatda ishlaringizni bitirib beramiz. Bizda sifat birinchi o'rinda turadi, narx emas. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa 90 kodi bilan 170 82 52 nomeriga aloqaga chiqasizlar. Olib borib o'rnatib berishlari bepul. Bizning manzil Andijon viloyati Buloqboshi tumani. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.